Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda Prezident qarori haqida suhbatlashamiz. Toshkent davlat yuridik universiteti fuqarolik huquq sho'basi o'qituvchisi. Menimcha 3-vazifasini eng asosiy vazifa degan bo'laveradi. Yashnobod tumani hamda Yangiqo'rg'on tumani biriktirilgan. Nizolarni kelib chiqish sabablari, shart-sharoitlarini o'rganyapti. O'zi istalgan holat yoki muammo bo'lgandan so'ng o'sha muammo o'rganib chiqib, ilmiy jihatdan xulosa berilsa, albatta keyingi muammo Bu nizolar sud orqali hal bo'lgandan ko'ra, o'zaro kelishuv orqali hal bo'lgani anchagina qulayroq. nafaqat misol uchun professor o'qituvchilar, balki talabalar ham mahallalarga jalb qilinmoqda. Aynan mahallalarga jalb qilinishi bir qarashda mazmunsiz yoki mohiyatsiz tuyulishi mumkin. U qanday talabalarga foyda berishi mumkin yoki talabalar u yerda nimalarni o'rganishi mumkin? Nazariya boshqa, amaliyot boshqa. Holatning ikkinchi tarafiga ham bir qaraymiz. U talaba nimani ham bilardi? Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan birgalikda aynan Prezidentda 2026-yilning 5-yanvarida imzolangan Respublika mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida yaxt manzilli ishlash tizimi joriy etishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbir to'g'risida Prezident qarori haqida suhbatlashamiz hamda ushbu qaror imzolangandan so'ng Toshkent davlat yuridik universiteti aynan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish maqsadida aynan ilmiy yechim berish maqsadida turli xil tadbirlar amalga oshirilmoqda. Endi aynan universitetda nima ishlar qilindi, qanday yo'nalish tanlandi va ushbu qarorning mazmuni haqida ushbu suhbatda gaplashamiz hamda bugungi bizning mehmonimiz Toshkent davlat yuridik universiteti fuqarolik huquq sho'basi o'qituvchisi Doniyor Imomniyazov. Assalomu alaykum, Nodirbek. Rahmat kattakon taklifimizga yordamlasdan kelganingiz uchun. Demak, ushbu uchrashuv davomida sizga qisqacha savol berib o'tamiz. Albatta, aynan PQ1ning asosiy vazifalari va ustuvor yo'nalishlari nimalardan iborat? Savol uchun rahmat, Nodirbek. Prezidentning o'sha 5-yanvardagi PQ1 sonli qarorida 3 ta asosiy maqsad belgilangan. Bu maqsadlarning birinchisi mahallani o'zida xavfsiz muhitni shakllantirish. Bu nima degani? Bilamiz, o'sha asosiy kriminagen vaziyatlar yoki bo'lmasa holatlar mahallalarda boshlanadi yoki bo'lmasa mahallalarda sodir bo'ladi. Aynan o'sha holatlarni kamaytirish yoki bo'lmasa ularni oldini olishdan tashqari aynan o'shanaqa vaziyatlarni kelib chiqayotgan sabablari nimada? Nima uchun aynan shunday holatlar sodir bo'lyapti? Bularni bartaraf etish aynan mahallani o'zida. Keyingisi oilada xavfsiz muhitni shakllantirish, oila a'zolari o'rtasidagi oilaviy nizolarni kamaytirish. Undan tashqari va 3-vazifasini endi menimcha 3-vazifasini eng asosiy vazifa desak ham bo'laveradi, chunki nohuquqiy xatti-harakatlar, huquqbuzarliklar sodir bo'lganda ana shu huquqbuzarliklarni tezkor shaklda aniqlash va ular yuzasidan bo'ladigan murojaatlarni eng tez fursatlarda hal etish. Mana hozirgi kundagi statistikaga qaraydigan bo'lsak, agar siz huquqbuzarlik bo'yicha bu oilaviy nizomi yoki fuqarolar o'rtasidagi maishiy bezorilikmi holat sodir bo'ldi. Sodir bo'lgandan keyin taxminan sudga chiqishgacha o'rtada 1 oy yoki bo'lmasa 1,5 oy vaqt ketib qoladigan holatlar bor. Bunday holatda endi o'z-o'zidan o'sha dalillarni yo'qolishi yoki taraflardagi o'sha holatga nisbatan xotiralarni o'chishi va shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Murojaatlar qancha tez ko'rib, o'rnida bartaraf etilsa, yuqoridagi kabi holatlar anchagina samarali bartaraf etilgan bo'lardi. Rahmat kattakon. Endi xabaringiz bor, o'z Toshkent davlat yuridik universiteti Yashnobod tumani hamda Yangiqo'rg'on tumani biriktirilgan va aynan o'sha loyiha bo'yicha o'sha alohida shtabda o'qituvchilar yoki misol uchun talabalar yoki turli xil yo'naltirilgan paytda asosiy urg'u nimaga bo'lindi? Biz ushbu holatni tahlil qilib ilmiy xulosa beramiz deyishdi. Endi shu yuzasidan savol. Demak, PQ1 ijrosi doirasida universitet tomonidan qaysi aniq tashabbuslar amalga oshirilmoqda hamda ular qaysi muammolarga javob sifatida ishlamoqda? Yuridik universitet hozirgi kunda anchagina PQ1 ijrosi yuzasidan anchagina tashabbuslar, loyihalar ilgari surilyapti va bevosita mahallalarda o'sha doiradagi ishlar amalga oshirilyapti. Birinchi asosiy masalaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, universitet tomonidan 2 ta alohida ishchi guruh tuzildi. Bu amaliy ishchi guruh va ilmiy ishchi guruh. Vazifalari nima? Bu 2 ta ishchi guruhni. Amaliy ishchi guruh o'sha o'zingiz aytganingizdek, Toshkent shahar, Toshkent viloyatidagi hamda Sirdaryo viloyatidagi mahallalar biriktirildi va universitetning professor o'qituvchilari qaysi ma'noda
faqat o'qituvchi emas, o'zini amaliyoti bilan universitetda bevosita shug'ullanadigan advokatlar yoki universitetga kelgungacha sud va huquq muhofaza qiluvchi organlarda ishlagan ham nazariy, ham amaliy tajribaga ega bo'lgan professor o'qituvchilar mahallalarga biriktirilyapti. Va ular amaliy ishchi guruh tarkibida mahallalarga borib, yuqoridagi 3 ta maqsad yo'lida mahallada qanday ishlar amalga oshirilyapti. Undan tashqari mahallada aynan o'sha deylik mahalla mudiri doirasida yoki oilaviy nizolar. Hozirgi kunda o'sha mahallalarda yoki oilalarda qaysi doiradagi nizolar ko'p? Birinchisi, ular o'sha nizolarni statistikasini yoki bo'lmasa nizolarni kelib chiqish sabablari, shart-sharoitlarini o'rganyapti va muayyan bir miqdorda ma'lumot to'playapti. Va olingan ma'lumot universitetdagi ilmiy ish guruhlariga taqdim etilyapti. Ilmiy ish guruhlar mana xabaringiz bor, 232-son farmon bilan, prezidentning farmoni bilan yuridik universitetda anchagina keng islohotlar bo'ldi, anchagina tuzilmalarimiz ham o'zgardi. O'sha tuzilmalardan bittasi yangi tashkil qilingan bu ilmiy tadqiqot markazlari. Markazlardagi mutaxassislarga tayyorgina ma'lumot. Va ana endi ilmiy tadqiqot markazlari bu ma'lumotni olib, ilmiy ish guruh tarkibidagi professor o'qituvchilar bilan birgalikda ilmiy jihatdan o'rganib chiqyapti. Nima uchun aynan mana shu doiradagi nizo ko'payib ketyapti? Buni sababi nima? Va ana endi bu sababni qanday bartaraf etish mumkin? Faqat oqibat bilan kurashish emas, uni keltirib chiqarayotgan sabablarni ham o'rganish va ularni oldini olish. Bu nimani beradi? Agar ertaga biz faqat oqibat bilan emas, sabablar bilan kurashadigan bo'lsak, o'sha doiradagi nizo hal qilinishidan oldin bartaraf etiladi. Ya'ni nizo vujudga kelmaydi. To'g'ri yo'l qo'yiladigan bo'lsa, to'g'ri xulosa qilinadigan bo'lsa va ilmiy ishchi guruhlar aynan o'sha jarayonda qonunchilikni takomillashtirish yuzasidan aniq takliflarni uni mexanizm bilan birgalikda taqdim etadi. Albatta, mana bu juda to'g'ri taklif o'tirdingiz. O'zi istalgan holat yoki muammo bo'lgandan so'ng o'sha muammo o'rganib chiqib, ilmiy jihatdan xulosa berilsa, albatta keyingi muammo, ya'ni o'sha chiqadigan muammolar oldindan, ya'ni oldi olinadi. Xuddi shunday. Rahmat kattakon. Endi mana hozirgi kunda mana universitetimizda turli xil mana, ya'ni biz huquqshunos sifatida yoki misol pedagog sifatida turli xil yo'nalishlar ochilyapti. Ya'ni o'sha mahallalarga borib, misol uchun mediatorlik xizmatlari yoki advokat xizmati tashkil qilinmoqda. Nima deb o'ylaysiz? Bular aynan fuqarolarga qanday yordam beradi? Rahmat. Mana kecha rektor boshchiligida o'tkazilgan majlisda aynan shu masala to'xtalib o'tildi. Mahallabay advokat va mahallabay mediator degan lavozim demaylik, aynan o'sha loyihalarga start berilyapti. Bu degani universitetda professor o'qituvchilari, advokat va mediator bo'lgan professor o'qituvchilari albatta darsdan bo'sh bo'lgan vaqtida, dars soatlari kam bo'lgan kunlarida yoki umuman dars qo'yilmagan kunlarda mahallalarga borib, fuqarolar o'rtasidagi o'sha vujudga kelayotgan nizolar yuzasidan ularga amaliy konsultatsiya beradi. Nizoni qanday hal qilish mumkin? Misol uchun advokatlar bevosita ularga konsultatsiya beradigan bo'lsa, bu albatta bepul pro bono shaklida bo'ladi. Shu shaklda nizoni qaysidir ma'noda tezroq hal qilishga, fuqarolarni o'zaro o'sha turli xildagi davlat organlariga borib sarson sargardon bo'lishini oldini olish maqsadida ularga aniq amaliy ko'rsatma beradi yoki bo'lmasa xulosa beradi. Bu o'sha mahallabay advokatlar orqali ta'minlansa, ana endi bilasiz, oilalarda yoki bo'lmasa o'sha mahalladagi umuman fuqarolar o'rtasida maishiy nizolar, mulkiy nizolar va boshqa turli doiradagi nizolar bor va bu nizolar sud orqali hal bo'lgandan ko'ra o'zaro kelishuv orqali hal bo'lgani anchagina qulayroq va ikkala tomonga ham beziyon bo'ladi. Misol, ikkita qo'shni o'rtasidagi deylik, yer chegarasini belgilash bilan bog'liq yoki bir tomon o'sha o'zini derazasini qo'shni tomonga qaratib qo'ygan yoki daraxtlari tezroq o'sib yoki o'sha ko'proq o'sib qo'shni tomonga soya solyapti. Mana shu masalada to sudga chiqib nizoni hal qilguncha taxminan 2-2,5 oy vaqt o'tadi. Ana endi bu masalani mediativ yo'l bilan hal qilsak-chi? Buning imkoniyati bormi? Albatta bor. Va bizda o'sha professional mediatorlar faoliyat yuritadi. Professor o'qituvchilarimizning aksariyat qismi mediator. Mediativ kelishuv orqali bu nizo hal qilinadigan bo'lsa, bu ikkala tomon uchun ham mulkiy, ham o'sha vaqt tomonidan yutiladigan samarali yo'l hisoblanadi. Mediativ kelishuv bu taraflarni sudsiz ikkala tomonni manfaatlarini o'zaro mushtarakligi asosida nizoni hal qilishning usuli. Bu
Agar xalqaro amaliyotga qaraydigan bo'lsak, xalqaro amaliyotda ham bu yo'l, nizoni hal qilishning bu yo'li anchagina samarali. Shunday. Endi bu narsani o'sha mahallalarda tashkil qilinadigan bo'lsa, deylik o'sha maishiy masalalarni ham sudgacha olib chiqmasdan yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga olib chiqmasdan hal qiladigan bo'lsak, bu hamma uchun manfaatli bo'ladi. Tushunarli. Rahmat kattakon. Endi hozirgi kunda nafaqat misol uchun professor o'qituvchilar, balki talabalar ham mahallalarga jalb qilinmoqda. Misol uchun o'zlarini amaliyotini mahallalarda o'tashmoqda yoki mahallada turli xil holatlarni ko'rishmoqda. U qanday talabalarga foyda berishi mumkin yoki talabalar u yerda nimalarni o'rganishi mumkin? Talabalarni aynan mahallalarga jalb qilinishi bir qarashda mazmunsiz yoki mohiyatsiz tuyulishi mumkin yoki qo'shimcha ularga yuklama sifatida tuyulishi mumkin. Lekin aynan talabalarni o'zi mahallaga bevosita tushib, o'sha joydagi muhitni, o'sha joydagi vaziyatni ko'rib, o'zini universitetdagi o'sha darslarda oladigan tajribasini qo'llaydigan bo'lsa, ham amaliyot, ham nazariya bir tekisda ketadi. Bu nimaga olib keladi? Mana bilsangiz, amaliyotda ba'zi bir odamlar tomonidan aytiladi, nazariya boshqa, amaliyot boshqa. Bunga sabab ikkalasini bir xilda ushlamaslik. Agar biz o'sha mahalla miqyosida shu masalani hal qiladigan bo'lsak, ya'ni talabalar 3-4 kurs talabalari mahallaga borib, u joydagi vaziyatni o'rganadigan bo'lsa, deylik, mana bilasiz, 3-4 kursdan boshlab bizda bitiruv malakaviy ishlari yoziladi, talabalar tomonidan tanlanadi. O'zini mavzusi doirasida o'sha pastdan boshlab ko'rib chiqadigan bo'lsa, bu o'zi uchun ham foydali bo'ladi va kelajakda yozadigan bitiruv ishini aniq amaliy xulosa bilan yakunlashga imkoniyat beradi. Bu ham talabani o'zi uchun yaxshi, ham universitetni o'zi uchun yaxshi. Chunki bu nazariya bilan amaliyotni bir xilligini ta'minlasa, universitet uchun aniq foydali bo'lgan o'sha takliflarning yig'ilishiga sababchi bo'ladi. Rahmat kattakon javobingiz uchun. Endi keling bir ya'ni holatning ikkinchi tarafiga ham bir qaraymiz. Mana misol uchun prezident qarori chiqdi. Mana universitetdan turli xil ishchi guruhlar, professor o'qituvchilar jalb qilinmoqda va endi u yerdagi fuqarolar o'zini qanday tutishi kerak? Shunga qanday qaraysiz? Fuqarolar o'zini qanday tutishi kerak? Bu endi javobim tafsiloviy xarakterga ega bo'lishi kerak, albatta. Birinchi o'rinda o'sha mahallaga biriktirilgan professor o'qituvchilar, talabalar boradigan bo'lsa, buni shunchaki rasmiyatchilik sifatida emas, o'zini muammosini aniq hal qilib bera oladigan mutaxassis sifatida emas, to'g'ri yo'nalish olish uchun, to'g'ri xulosa olish uchun, ertaga muayyan bir to'siqqa uchramaslik uchun xulosa o'laroq qabul qilishsa yaxshi bo'ladi. Ya'ni mana fuqarolar misol uchun talaba kelibdi desa, u talaba nimani ham bilardi degan qabilda ish tutishi o'zi uchun samarasiz. Shunday. Endi talaba bilan birgalikda albatta professor o'qituvchi ham bo'ladi. Ular orqali o'sha nima deydi, o'zbekchilik demasdan tortinish, uyalish yoki shunga o'xshagan boshqa bir holatlarda o'zidagi aniq vaziyatni ularga ayta olmasligi, bu ularni o'zi uchun nima deydi, manfaatsiz yakunlanadi. Undan ko'ra o'sha biriktirilgan mahallalarga borilgan talabalar bo'ladimi, professor o'qituvchilar bo'ladimi, vaziyatni boricha aytib, ulardan to'g'ri maslahat oladigan bo'lsa, bu o'zi uchun anchagina foydali. Juda ko'p holatlarda bittagina maslahat anchagina moddiy, misol uchun yo'qotishni oldini olishi mumkin yoki bo'lmasa oylab vaqtni oldini olishi mumkin. Siz mana tasavvur qiling, hech narsani bilmaysiz, tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchisiz. Oddiy misol, novvoyxona ochmoqchisiz. Xo'p, sizda hech qanaqa bir konsultatsiya yo'q, tartibini, jarayonini bilmaysiz. Qanday harakat qilishingiz kerak? Tanish bilishlardan, oshna-og'aynilardan, ko'cha-ko'ydan eshitib, harakat qilib ana u jarayonni boshlaguningizgacha, deylik, o'sha novvoyxonani ochguningizgacha qancha vaqt o'tadi? Qancha xarajat qilishingiz mumkin? Endi o'sha talabaga yoki biriktirilgan professor o'qituvchiga borib, shu masalani ko'taradigan bo'lsangiz, ular sizga yo'l yo'riq bersa, ishingiz qancha vaqtda bo'ladi? Odatda o'sha tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun 1 kun yetarli, boshlab olish uchun. Buni agar siz o'zingiz hal qiladigan bo'lsangiz,
2-3 kun, ehtimol haftalab yurishingiz mumkin. Tartibini, protsedurasini bilmaganligingiz uchun. To'g'ri. Sarson sargardon bo'lasiz. Aniq maslahat, yo'llanma, bu xuddi sizga yo'l xaritasida gapda. Birinchi nima qilasan, ikkinchi nima qilasan, uchinchi qayerga borasan. Aynan shu qabilda ulardan xulosa olib ish tutadigan bo'lsangiz, bu anchagina foydali bo'ladi sizga. Ham pro bono xizmati Albatta, bu pro bono. Asosiysi bu pro bono va tekinga olishi mumkin. Har qanday maslahatni albatta u huquqiy tomoni to'g'ri bo'ladigan bo'lsa. Rahmat kattakon javoblaringiz uchun. Albatta, ushbu suhbatimiz Toshkent davlat yuridik universitetida PQ1 ijrochi yuzasidan amalga oshirayotgan ishlar hamda qanday, misol uchun, ilmiy takliflar nuqtai nazaridan berilmoqda va ushbu suhbatlarimiz davomida biz hali universitetda nima ishlar amalga oshirildi, qanday holat bo'ldi yoki qanday ilmiy taklif berilayotgani haqida universitetimizning ustozlari yoki misol uchun rahbariyat vakillari bilan ham suhbat uyushtiramiz. Keyingi ko'rsatuvlarga salomat bo'ling.